Шулай ук Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Inna husnal ahdi minal iman. Haqiqatda yaxshilikni esda tutuv iman chog'ilishundan. Yaxshilikni esda tutuv, ya'ni agar sena biror kishi yaxshilik ishladi ekan, sen uni esda tutasan. Unutmaysan uning yaxshiligini. Аңа javob qaytarasan. Shunday yaxshilik bilan, endi shunday yaxshilik bilan qaytarib bera olmasang, biz bilan oldagi darslarda hadisda o'qidik, nishik аңа duo qilasan. Alloh qarshında Allohga bu kishi uchun duo qilasan. Shul qadar bu kishiga uning haqqini qaytardim deb hisoblaganchiga qadar. Narsa aytdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, yaxshilikni esda tutuv iymon chog'ilishidan dedi. Aytadi, kishiga yaxshilik ishlama, nasharlik ko'rmasin deydi. Ul durust narsa tugul. Yaxshi imonli kishi, durust imonli kishi yaxshilikni gil esda tutadi. Yaxshilikni gil esda tutgan yaxshilik bilan qaytaradi. Yaxshilikqa nasharlik bilan javob berishi, ya'ni yaxshilikni esda tutmovchi kishi bu durust iymon chog'ilishidan tugul. Bu kishining iymoni to'liq tugul, iymoni durust tugul. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, yaxshilikni esda tutuv u durust iymon chog'ilishidan dedi. Anladingizmi?